Assalomu do'stlar, sizlar bilan fotogalereya. Bugun sizlar bilan sostav tuzamiz finalda. Bu yerda albatta Rodrigo olamiz. Chunki ko'rib turganlaringizdek 89 reytingda. Bu yerda Salvadorini olamiz. Balde. Bu yerda albatta Kubarsini olamiz. Guhi. Gusto. Like va obuna esdan chiqmasin do'stlar. Glasovishda olamiz bu yerda. Bu yerda Zuban Mendini olamiz. Fernandes albatta. Rodrigo Valverde. Kylian Mbappe. Bu yerda Vinicius Junior. Do'stlar, ko'rib turganlaringizdek nimani Valverdeni shoti dilisiga yarashmaydi. Pushkasi o'zi qanaqligini bilasizlar. Lekin shoti 80 qo'ygan nimagadir, bilmayman. Sarda olamiz. Bu yerda Joao Pedro'ni olamiz. Elenga. Bu yerda Sörlotni olaveramiz, chunki uni kuchi kuchli va bo'yi uzun, shoti ham yaxshi. Bu yerda Lukaku, chunki Rodrigo olsam uncha shoti ham yo'q, sostavda ham chizib oldik do'stlar. Mana sostav. Mbappedan ajoyib gollar. Birinchisi bu. Bu ikkinchi ajoyib pushkasi Mbappening do'stlar. Bu mavsumda Mbappe bu o'yinda juda ko'p pushka qo'ydi, lekin ko'pini videoga olishga ulgurmadim. Faqat shularni olishga ulgurdim. Bu adashmasam 3-pushkasi. Bu 4-si. Menga eng yoqqan pushkasi mana shu bo'ldi. Почти 30 metrdan. Ajoyib. To'p ustunga tegib, golga yanada chiroy bergan do'stlar. Mana bitta yutqazmasdan yutib oldik do'stlar.